O'zbekistonda shunaqa tankni modernizatsiyasini chiqarib ketdi, выставkaga qo'ygan. Mudofaa vazirligining выставkasi, orqada pushkalar turibdi, bu tomonda mana bunaqa zirhli avtomobil turibdi. Bizga Zuhriddin aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Yordam beraverasiz aka, tank bo'yicha bu O'zbekistonda chiqqanmi yo Rossiyanikimi, qayerdiki? O'zbekistonda ishlab chiqarilgan tank T-64 deyiladi. Buni og'irligi 40 tonna, ekipaj 3 ta, gabarit o'lchamlari 6428, 3415, bu 2300. Mana bu modernizatsiya qilgansiz-ku, nima uchun qilingan o'zi asli? Masalan, zavodskoydan bunga o'zgartirganlaringiz. Buni o'zgartirish sababi hozir yangicha texnologiya bo'yicha ishlayapmiz. O'shaning uchun bu texnikani modernizatsiya qilganmiz. Ana bu radarlardanmi, nimadan qochish? Bu kelajakda ishlab chiqariladigan yangi tanklar bular. Shunaqa stilda, shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu hozir prototipmi yo полный готовый texnikami? Bu готовый texnika. Tayyor. Tagini ham qaranglar, o'rtoqlar, kattaligini. Shunaqa katta broneplastinalari bor. Buni kovushimi, bir nimasi ham bor tagidan, ishirib ketadigani. Bor hammasi. Ochiladi, mana bu ishirib ketsa kerak, tagida qum boshqa narsalarni. O'ziga ham qarab tushish xususiyatiga ega. Bular nima uchun qilinadi mana shu temirlar? Alohida yana o'zini pushkasiga. Bular chetdan keladigan anaqalarni, snaryadlarni qaytarish uchun. Yon tomondan kelganda zarar yetkazmaslik uchun pushka. Скольжение bo'lib, shu yon tomonga ketib qolish, ha? Tak, mana shu akalar O'zbekistonda yon tomonlarni ham ko'rsatib oling, Zuhriddin aka. Teppalarni. Bu 360 поворот, ha? 360 gradus aylanadi mashina. Ana bularchi stabilizatorlari bormi? Hammasi bor. Stabilizator bor. O'sha T60 tankda T60 da tank stabilizatorlari bor. Bu avtomat korobka. Avtomat korobka tank. Jo'stiklik. Pushkani boshqarish jo'stikmi? Jo'stiklik. Tankni o'zini ham boshqarish jo'stik, ha? Tankni o'zi ham anaqasi jo'stikda. Orqasini kattaligini. Bu tagidami lyuki, evakuatsiya lyuki yo tagida? Ostida ham bor, ustida ham. Ayrim tanklarda orqasida ham bo'ladi, mana bu yerda. Ikkita lyuk bo'ladi. Ayrim tanklarda orqasida bo'ladi. U endi motori oldiga qo'yilgani sababli orqadan bo'ladi. Hozir buni motori orqada. Buni motori orqada. Motor qanaqa turibdi bu yerda? Endi motor to'g'risida men ma'lumot bera olmayman to'g'ri. 500 ot kuchlimi? Qancha? 950 ot kuchli. 950 ot kuchli. 950 ot kuchli ekonomik motor. Solyarka, benzin farqi yo'q, yurib ketaveradi. Faqat solyarkada. Rossiya tanklar men eshitganim, solyarka, benzin, mazut farqi. Kerosin solsa ham yuradiganlari bor ekan shunaqa. Unisini eshitmaganman. Eshitmagansiz? Qaranglar o'rtoqlar, shunaqa tanklar. Bu tomonchi, bu ham O'zbekiston, ha, Madina Bu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Arslon 8 ga 8 deyiladi. Arslon 8 ga 8. Og'irligi 33 tonna. Oho. Bo'yi 320. Bu tank bilan pashta bir xil ekan-da, bu gusenica, bu balon bo'lganmi? Balon. Bu har xil xususiyatdagi joylar burilish, manevr qilish xususiyatlariga ega. Bu nima, poyezddan ularni, resorlarni qo'ygansan bu yerga? Bu yerda amortizator, fosforli amortizator. Fosforli? Fosforli. Fosforli amortizator. Libyotkasi bor ekan, buni ichi ochilmaydi-ha? Metalni qalinligichi? Buni u to'g'risida ma'lumot bera olmayman, lekin bron полный bu boyoy готовый mashina. Qanaqa snaryadlarga yoki qanaqa qurollarga qarshi ishlab beradi? Hamma qurollarga qarshi ishlab beradi. Hamma qurollarga. Bu balonlarchi qayerdaki, bu Rossiyaniki bo'lsa kerak, menimcha, yo Koreyami? Balonlar endi to'g'risi pakupni sotib olingan. Buni qaranglar o'rtoqlar, qanaqa mexanizmlari. Bu ana bu menimcha krabovый xod qilish uchun, mana bu mexanizmlari. Bars. O'rtoqlar, buni qaranglar. Yon tarafga yurish xususiyatiga ega bu. Qancha gradusga yuradi, burilib yuradi? Yon tomonga. Yon tomonga 25 gradusda burilib yuradi. 25 gradus. 80 gradus bo'lsa, o'zi полностью bitta поворот bo'ladi, yon tomonga. 80 gradus bitta поворот bo'ladi. 25 gradus o'rtoqlar. U nima uchun ana bu bu anaqadan qochish uchun, nima deydi? Masalan, oldindan mashina anaqa hujum qilganda kelayotgan snaryadlardan qochish uchun qilingan. Agar oddiy burilsa, orqasiga tegib qolishi mumkin. Bu birdaniga kuzovda olib qochadi. Tepadagi qurolchi qanaqa bunda? Bu 30 kalibrlik
paketi bor 670 762. Ikkita Ikkita qurilma. pulemyot, ha? U ham pulemyotmi yo? Pulemyot ana 30 kaliberdan. Bu yerda mana bu aktivniy zashtalari snaryadlarga qarshi. Aktiv zashta tuman qilib beradi. Kelayotgan dronlarni o'zidan anaqa qilish uchun. Buni boshqaruv ekipajlari qanday? Bunda 3 ta ekipaj, 8 ta desant bo'ladi. 8 ta desant, Общий 11 ta. 11 ta ekipaj bo'ladi. Водитель, kapitan, navodchik, navodchikdan keyin 8 ta desant turadi. 8 ta u ana bu chiqarish uchun yoki bironta joyga o'sha Hujum paytida tashib olib borish uchun anaqa qilingan. olib borish uchun. Bunga anavini ham qo'ysa bo'ladimi? Hozir aktivniy bo'lyapti-ku, rep deydi, bilasizmi? Radio elektronniy barba Bo'ladi. qo'yib ishlatsa bo'ladi bunga. Qo'yib ishlatsa bo'ladi. Tepadan motor hozir bunda bu yoqdami, oldidami yo orqadami? Motor yon qismida, Bitta tomonda turibdi. bir tarafda. Buni qaranglar, kattaligini. Diodli faralari qo'yilgan ekan, kameralarni qarang. 1, 2, 3 yon tomonlarda ham ikkita-ikkitadan, orqada ham 360 kamerasi bor. 360. Mana bu nima edi? Bu farkop deyiladi, menimcha. Kattaligini poyezdniki bilan bir xil bashli qo'yilgan kattaligini qaranglar o'rtoqlar. Xarakteristikalarni mana boshqatdan ko'rsatib boraman, o'zlaringiz ko'rib o'tsangiz bo'ladi, pauz qilib. Keyingi texnikamiz qaysi bu yerda? SAU, samoxodniy artilleriya. Bu amerikanlarning texnikasiga o'xshab qolibdi, tankiga. Samoxodiga. Yo'q, bu ham o'zimiz ishlab chiqarilgan. Yo'q, HIMARS bor-ku, kuzovi shunga o'xshab qolibdi. Buni o'zimiz konstruktorda ishlab chiqargan bu. Motor shassi qayerdaki? Motor shassi o'zimiz yig'iladi hammasi. Rossiyskiy turibdi, lekin. O'zbekistonniki. O'zimiz yig'iladi. Qaranglar, o'rtoqlar. Kattaligini. Bu ekipajlari qanday? Yo'qundan aka. Bunda 4 ta ekipaj bo'ladi. 4 kishi. Bu pol avtomatda. Bu biron joyga borib to'xtab, keyin orqaga tushib odamlar otadi. Просто snaryad qo'yib beradi, qolganini o'zi bajaradi. Qolgan ishni. Kompyuteri. Kompyuter o'zi Hisobda ham o'sha GPS bilanmi? Gorizontal bo'yicha hisoblaydi-da. Keyin mana bu otadigan 155 gradusli, 155 millimetr. Otish daldisi 45 kilometr. 45 kilometrdan 50 kilometrgacha. 50 kilometr otadi. Uradi. Keyin nishon urib beradi. Управляемый snaryadlar ham bunga anav qilsa bo'ladimi? Zarajat qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Otadi, keyin o'zi uchib borib tashlaydi ana bunisi. Bo'ladi. Bunda kompyuter anav kalibratori bormi bo'lmasa tepasida, pushkada? Hammasi bor. Biz hali полностью buni ustunnlik qilmaganmiz-da. Hamma narsasi bor. O'rtoqlar, kattaligini qaranglar buni. Shassisi, bu shassi mana bu KAMAZ Urallarniki emasmi? Yo'q. O'zbekiston. Kabina nima qiladi? Bu ko'tariladimi yon boshga? Ko'tariladi. Kabina ko'tariladi. Motor o'sha yerda turibdi. Motor qanaqa bunda? Uni ham ayta olmayman, to'g'risini ma'lumot bera olmayman. Ko'rdingizmi? Военный texnikalar ko'pi sekretni aytish mumkin emas, mayli. Mana bu zarajlash mexanizmi. Gidravlitskiy silindrlarni qaranglar qanaqa. Pol avtomat. U 2 kishimi ko'tarib keladi snaryadni, bu yerga qo'yadi. Bir kishi ham ko'taradi. Bir kishi. Snaryad og'ir bo'lsa kerak-ku, 60-50 kilo. Bitta odam spokойно ko'taradi. Bitta ko'taradigan. Chunki bu pastga tushadi, snaryad qo'yiladi, bo'ldi, u yog'iga o'zi darajada ko'taradi. O'zini gidromotori ham bor ekan, mana kichkinasi. Bu tomonda gidromotorlari ko'p ekan bunda, gidravlitskiy sistemalari. Bu yana nimalari bor o'zini himoyasi? O'zini himoya qiladigan nima bo'ladi bunda yana? Bunda o'zini himoya qiladigan narsalari anti-dron, anaqa nima deydi? Rep. Anaqalarga qarshi o'zini zararli qiladigan mahsulot narsalari bor-da, xullas bunda. Qo'yilmagan, qachon qo'yilsa? Qo'yilmagan. Qo'yib ko'rsatasizmi biron kun? Ana unda zavodga borsam, ichkariga kirsam? Bir kun borganingizda qo'yib ko'rsatamiz. Tayyor bo'lganda ko'rasiz keyin. Tayyor bo'lganda chaqiradi bu kishi Zuhriddin aka. Kanalga podpiska qilib qo'ysangiz, hammasini ko'rsatamiz. Ichini ko'rsata olmaymiz, hali darabotkalari bor ham menimcha. Shunga Ya darabotkasi yo'q, ruxsat yo'q. Ruxsat yo'q, mana qaranglar. Bronelari. Bu 6 ga 6. Arslan 6 ga 6 zirhli transportyor. 22 tonna og'irligi. u 33 tonna edi. Bu 33 tonna, bu 22 tonna og'irligi. Mini versiyasi ekanda shuni. Ekipaj bunda ham 11 ta. 11 kishi. 8 ta desant. Bitta navodchik, bitta kapitan va bitta водитель. Farqi faqat kichkina qilingan, ha? Bitta Gabarit. balon olingan. 7000. 7000. Ha, mana. Balandligi 300.
ot kuchi 450 ta. Bunda motori Maksimal tezligi 100. bir xilmi uniki bilan motor? Yo'q, buni motori sal kichikroq, unikiga qaraganda kuchi sal kichikroq. Yonboshdan ham ko'rsak. Tepada nimalari bor bunda? Tepada kameralar, 360 kamera, 360 gradus kamera, dronga qarshi raketalar. Teplовизионный kamerasi ham bor ekan. Aha. И anavi dimovoy shashkalarni, Dimovoy shashkalar hammasi bor. Mana bu lyuk nima qiladi bu? Evakuatsiya lyukmi yo? Bu lyuk motorga tushish anaqasi. Ha, motor oldida bo'lsa. Yonida buniki ham motor. O'rtoqlar, metal juda ham qattiqga o'xshaydi, qalinga o'xshaydi. Endi aytmayapti Zuhriddin aka, metalni razmerini mayli. Tak, Zavodga borganingizda ko'rasiz, metal razmerini. Bo'ldi. Orqalarini ham ko'rsatingchi, qanaqa ekan bu. Bu yo'llari ochilsa, nima загрузка qiladi bu? Bu yonida chiqadimi? anaqa, nima deydi? Zip ryukzak qo'ysa bo'ladi. Qurol-yarog', Qurol-yarog', ключ, damkratlari, qo'lobotlar, o'sha narsalar qo'ysa bo'ladi. Yon taraflariga. bular ham Branya qilinadi bular ham. ha, branya qilinadi. Darabotka qilish kerak ekan-da ozgina. Yo'q, darabotka qilib bo'lgan, просто bular branya qilinadi. O, eshigi boshqacha ekan-a buni. Tepadan ochiladi, pastga qilib. Menimcha, bu nimadan kopiyasi? Qanaqadir boshqa texnikaning kopiyasimi? Amerikanskilar Yo'q, yo'q. o'zimizni bolda yaratganmiz. O'zingiz ekan. Orqada Krantas libyotkasi. zavodida o'zimiz bolda yaratib chiqqan. Krantas. Nimalar chiqaradilaringiz o'zi Krantasda? Kran, manipulyator, kranlar, manipulyatorlar, Kombayn. traktorlar, Kombayn, anavi nemetskiy kombayn bor edi-ku, finskiy kombaynlar, finskiy. sampo finskiy kombaynlar. Sampolar chiqaradi. O'rtoqlar, kattaligini qaranglar, qanaqa zo'ri. Yon boshidan ham ko'rinishi Mudofaa vazirligining выставкасida Krantas zavodini texnikalari, tank va bronetransportyorlari, pushkasi. Agar qiziq bo'lsa, tagida gruppalaringiz bormi? Telegram gruppalaringiz? Telegram gruppada bor. Texnikalari, kran, boshqa narsalar bo'yicha traktor kombaynlari ham bor. Ularda ham kursalaringiz bo'ladi kirib, hammasini qoldiraman. Mana shu qiziq bo'lsa, yana video qilib chiqaraman, ichlarini, boshqa joylarni. Bu tomondagi super tankni ham ichini video qilib chiqaraman zavodda o'ziga borib. Kommentariyada yozib qo'yinglar o'rtoqlar.